Peygamber aleyhisselamның vafati. Peygamber aleyhisselam Mescid-i Nebiyyini silib bo'lgandan keyin Ayşe radhiyallohu anha va Savda radhiyallohu anha uchun hujra soldi. Mescidning timi bilan hujraning ishik orliqi 3 metr keladi. Hujraning ko'lami ishikdan orqa tomgacha 5 metr. Qibla taraf shimol timigacha 4 metr edi. Peygamber aleyhisselam hayatını o'tkazgan hujra masjid bilan hujra o'tirisidagi bo'shliqni qo'shganda 32 kvadrat metr keladi. Peygamber aleyhisselamning hujrasi o'yla va yotoq o'y qilib silingan bo'lib, ana shu oddiy uyda umrining oxirgi 10 yilini o'tkazgan. Agar Alloh xolisa, uningga dunyoning noz ne'matlarini sanoqsiz beradi. Alloh bu haqda mundaq deydi: Allohning barakati buyukdir. Agar u xolisa sana ularning aytganlaridanmi yaxshi ostidan o'stanlar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Peygamber aleyhisselamning ajli yaqinlashganda kesal bo'ldi va kesili ig'irlashdi. Ayollari ana shu hujrada kesilini beqishga izni berdi. Peygamber aleyhisselam Maymuna radhiyallohu anhuning navbati kunisi og'rib qolgan. Maymuna radhiyallohu anhu uning o'z hujrasida kutinishga rozi bo'lib izni berib, Ayşe radhiyallohu anhuning uyiga o'tkelgan edi. Uning kesili ig'irlashganda ayollari yig'ilib kesilni baqdi. Peygamber aleyhisselam ulardan eg'izi echilmagan 7 tulumning suyini o'ziga quyish talab qildi. Ular suni hatto Peygamber aleyhisselam bo'ldi, o'rnidinglar degichi quydi. Ondan Peygamber aleyhisselam o'rnidan turib hayotidagi eng oxirgi xutbani o'qidi. Kimning Allohning payg'ambarida haqqi bo'lsa, bugun elib olsin. Ayşe radhiyallohu anha muavvazatayni o'qib, Peygamber aleyhisselamning badallarini muborak qo'llari bilan silashtirdi. Peygamber aleyhisselam imom bo'lib o'qigan namozlarning eng oxirgisi shom namozi bo'lib, namozda Mursalat surasini o'qigan. Ondan hujrasiga kirib ketgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu 3 kungacha jamoatga namoz o'qib bergan. Peygamber aleyhisselam vafot bo'lgan kunisi bomdat namozida pardani qoyirib namoz o'qiyotgan sahobalarga qaraganda sahobalar xushalliqidan namozni buzishga azla qolgan edi. Peygamber aleyhisselamni eng oxirgi qitim ko'rish edi. Peygamber aleyhisselam ömrünün axırda kunlarini hujrada o'tkazib o'tib qilgan eng oxirgi so'zi o'zining qabrisini masjid qilib olishdan, hech bayram yoki ibodat qilinadigan but qilib olishdan to'sigan. Namozni tashlamaslikqa, qul cho'rlarga yaxshilik qilishga vasiyat qilib mundaq degan: Namozni ching tutinglar, qul cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Peygamber aleyhisselamning oxirgi qilgan duolari bo'lsa: Ey Alloh, gunohimni kechirgin, menga rahim qilgin, andin dargohingga elib ketgin. Peygamber aleyhisselam hicretning 11-yili Rabiul Avval ayining 12 kuni, yani dushanba kuni Ayşe radhiyallohu anhuning quchug'ida Allohning dargohiga safar qildi. Ayşe radhiyallohu anha bu haqda mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam mening navbatimda, mening uyimda, mening quchug'imda olamdan o'tdi. Bu Allohning menga bergan katta ne'mati. Peygamber aleyhisselamni yuvish, kepallash ishlarini Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu, Fazl ibn Abbas radhiyallohu anhu va Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu qatorliqlar qildi. Peygamber aleyhisselam Yaman'da tug'ilgan 3 parcha oqrax bilan kepallandi. Peygamber aleyhisselamning pak ruhi Allohning dargohiga qaytgandan keyin muborak jasadi vafot bo'lgan dushanba kunidan shanba kuni kechgacha hujrasida saqlandi. Peygamber aleyhisselamning qabrisini ansorlardan Xavlat ibn Aws vafot bo'lgan o'rniga qo'yildi. Muborak jasad ana shu yerda qo'yildi, masjidga qo'yilmadi. Peygamber aleyhisselamning qabrisi Lahatning bir tarafida bo'shliq bor edi. Qabrning tashqarisida bo'lsa, ozroq to'bi do'langan edi. Qabrning ustida hech qanday qurilish yo'q edi. Sahobalar Peygamber aleyhisselamni dafn qilib bo'lgandan keyin Fatima radhiyallohu anha mundaq dedi: Peygamberning ustiga to'bi tashlashga ko'ngillar qandoqmi unidi? Hijratning 13-yili xalifa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu olamdan o'tdi. U sakrat vaqtida Peygamber aleyhisselamning yeniga dafn qilishni talab qildi. Onunla Peygamber aleyhisselamning qabrisining orqasidan qabri qo'yilib, beshini Peygamber aleyhisselamning mo'risining udulusiga udullab qo'yilgan. Ayşe radhiyallohu anha Peygamber aleyhisselam dafn qilingan hujradan chiqib ketmay turavergan. Hijratning 23-yilining oxirlari Umar radhiyallohu anhu musulmonlarga bomdat namozi o'qib berayotganda Majusi Abu Lu'lu'a tarafidan qaslandi.
Umar radhiyallohu anhu jarohatning saqaymaydiganligini his qilgandan keyin odam avatib payg'ambar alayhissalomning qabrisi yendiki bo'sh o'ringa dafn qilinishni talab qildi. Oysha radhiyallohu anha men o'zimga qabr qilay degan edim. Undaqda men Umar radhiyallohu anhuga o'tinay dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning qabrisi orqasidan ozroq sharqqa surib qabri qo'yilib, Umar radhiyallohu anhuning beshi payg'ambar alayhissalomning putiga udlab qo'yildi. Umar radhiyallohu anhuning orzusi bo'yicha dafn qilindi. Oysha radhiyallohu anha qabri bilan o'zi yetib qopadigan o'rinni parda tortib ayirib, hijratning 57-yili vafot bo'lgan qadar ömrünü şu hujrada oxirlashtirdi. Oysha radhiyallohu anhu hujrining bo'sh qolgan yerda dafn qilindi. İnsanlarning payg'ambari, ummatning qo'mondoni Muhammad alayhissalomga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Buyuk Allohdan bizlarni payg'ambar alayhissalom bilan jannatda birga qilishni so'rayman.